Dadasi, nonushta tayyor. Ha, aytgancha, bugun konsertingiz bor, izdan chiqib qolmasin yana. Ha, bugun konsert bor, lekin charchadim deyishga haqqim yo'q. Chunki har doim seni ko'rsam, kuch topaman. Har doim shunaqa deysiz. Ammo o'zingiz asring. Menga sizni mashhurligingiz emas, sog'lig'ingiz kerak. Men mashhurlik uchun emas, men seni uchun yashayman. Unda sizga omad tilayman. Bugungi konsertingiz har doimgidan namzor o'tsin. Amin. Rahmat. Yaxshi o'tir. Voy, uzr, kechirasiz. Yaxshimisiz? Siz ham shu tomda turasizmi? Mana shu yerda turaman. Men ham kecha ko'chib kelgan edim. Xush kelibsiz, zo'r-ku. Adashmasam, san'atkorsiz-a? Ha, shunaqa. Ha, mayli. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisan? Bugun kayfiyatingiz boshqachami? Kayfiyat chotki bugun. Har doim shunaqa zo'r bo'lsin. Tinchlikmi aka? Kayfiyatingiz yomon? Yaxshi. Sahnada ham o'zingiz yomon tutdingiz rostmi? Yaxshi dedim-ku. Xo'p, uzr. Bo'pti, ishingni qil. Baxtliroq ertaga. Xo'p, yaxshiman. Qanday o'tdi bugungi konsert? Yaxshi bo'ladi. Lekin ozgina charchadim shekilli. Ha, aytgancha, sizni boya pastda bitta ayol bilan ko'rgandim. Kim ekan? Qo'shnimiz yani, ko'chib kelgan qo'shnimiz. Rahmat. Ha, o'zim ham shunaqa deb o'yladim. Boya chiqqandilar narsa so'rab. Muxlisingiz ekan. Yo'q-a? Yaxshi-yu. Men sizni muxlislaringizdan rashk qilmayman. Men sizga ishonaman. Hozir o'tirib turing. Sizga yetyapsizmi? Ha? Chiqishingizda non bilan suv olib oling. Bo'pti, onasi yaxshi o'tirib olib chiqaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Qalaysiz? Sizga bitta iltimosim bor edi. Nimagadir uyimimiz sveti yonmayapti yoqsam. Shuni to'g'rilab bera olasizmi? Mayli, yuring. Hozir magazinga chiqib ketyaptim, qarab beraman. Bu tarafda. Keling, kiruling. Keling. Nima bo'ldi o'zi? Shu bilmadim, ishlamayapti. Hozir ko'ramiz. O'zim ham rosa xijolatdaman. Siz ham ovora qildimi? Yo'q, xijolat qo'shnimiz-ku. Hamma erkaklar ham sizdek emas. Yo'q, men ham oddiy odamman. Yo'q, siz boshqachasiz. Qanaqa boshqacha? Boshqacha deganda samimiy, televizordan ko'ra yana ham kelishganroq. Rahmat. Svetzam yondi. Yondi. Yuring, choy damlab beraman. Yo'q, mayli, meni ishim bor edi. Ha, mayli. Yaxshi o'tiribsanmi? Nima muncha qolib ketdingiz? Qo'shnini svet o'chib qo'yganiga yordam berdim. Odamlarga yordam berganingiz yaxshi. Lekin ehtiyot bo'ling. Nimadan? Hayot
Ovqatlaringizni solib qo'yganim qachon edi? Turmaysizmi? Sovib qoladi hozir. Eshityapsizmi? Ha? Kim u? Muncha tikilib qolibsiz? Ha, hech kim, o'zim prosta Instagram tomosha qilib o'tiribman. Hech kim? Hech kimga shunaqa kulib tikilib o'tirasizmi? Men sanda kulmayman endi. Menga ham o'zi kulmay qo'yganingizga ancha bo'ldi. Xabaringiz bormi? Yo nima? Zerikarli bo'lib qoldimmi? Vahima qilmagin ey. Oldin uyga shoshardingiz. Hozir faqat qochganingiz qochgan. Qochay. Yana siz? Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Svet o'chmayaptimi endi? Yo'q, hammasi yaxshi. Nimagadir kayfiyatingiz yo'q? Ha, ozgina uyda janjallashib qoldim o'shanga. Ha, hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmang. Lekin siz urushqoq odamga umuman o'xshamaysiz. Tinchlik bo'lsin. Ba'zida odam tushmay qolar ekanda. Ha, mayli. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti. Qarang. Sizni kafega taklif qilsam nima deysiz? Kafega? Ha. Kayfiyatingizni ko'tarish uchunmi? Yo'q, prosta dardlashib o'tirishga. Hozir kechib qoldi, charchadim. Balki ertaga boramiz. Mayli. Yaxshi tomoning. Yaxshi tamam. Bo'ldi, Instagramga yozib qo'yaman. Xo'p. Lekin kayfiyatingiz İşte. Nimaga telefoningiz o'chib? Zaryad tugab shekilli manimcha. Endi yonib qoldimi? Nima, men senga yosh bolaman отчет bergan? Men siz yosh bolasiz deganim yo'q. Ne unda har kuni har xil savollar bilan meni qiynayapsan. Siz oldin boshqacha edingiz. Hozir o'zgarib qolgansiz. O'zgarib turadi odam, chunki shuncha vohimaman. Siz uzoqlashyapsiz mendan. Nima vohima qilyapsan? Nima xohlayapsan o'zi? Vahma qilayotganim yo'q. Sizni yo'qotayotganimni tushunib yetyapman. Ishlar ko'paygan, men o'ynab yurganim yo'q-ku. Bahona bu.